Ana hozir o'zim ko'rsatib beraman bitta estakadani. Gazsiz, ruchnoysiz, oddiy chiqishni ko'rsatib qo'yaman. Mana bitta startda to'xtaladi. O'zi mashina shu turgan bo'ladi. Pavorot yoqdik chapga boshlandi mana. Qaranglar mana orqa balon start chizig'idan o'tadi-yu, pavorot o'chirib qo'yish kerak. Bo'lmasa shunga ham 5 ball beradi. Peshobodgacha kelib qolsanglar. Mana bakoy tagidan chizuvni olib kelib turib, ko'rindi, to'xtadik. Toshkentda topshiradiganlar bitta fishka mana bizdagi. Mana shu uch ko'rinib tursa mamnun bo'ladi. Bu narsa har bir stopda turadi. Mana estakadaga chiqolmay, mana pedalni ko'rsatib beraman. Triplenani olib tashladim, to'liq. Bas. Buni ko'tarib qo'ydik. Ketdi mana triplenani o'zida chiqib olman. Hech nimani bosayotganim yo'q. Tepaga mana chiqyapti mashina estakadaga. Chiqishi bilan sepleni tormozda to'xtadim mana. Shunda turadi, ruchnoyga ham tegmaymiz. Seplenani o'zini mana sekin ko'tarib yarimigacha olib kelganda mashina qaltiragan holatga keladi, dirillaydi, yaxshilab vibratsiya beradi. Mana hozir o'sha dirillagan holatga keldi. Seplenani shunday ushlab turasizlar. O'n oyoq tormozni qo'yib yuborasizlar, mashina joyidan harakatlanyapti. Mana gazga tegmayapman, seplenani ushlab turibman. O'zi yuryapti, o'zi tushadi. Bu yog'iga o'zi olib tashladim. Tormozni ozgina bosib, endi 90 gradusliga qaylamiz. Eng oson yo'li shu. Ruchnoyda gazni bosib, kimdir imtihonga kirib chiqqan o'rtog'inglar, tanishinglar aql o'rgatsa, gapiga ishonmaydi. Eng oson yo'li mana shu bo'ladi. Bundan osoni yo'q.